Mamlakatimizda futbolni rivojlantirish yo'lida keng ko'lamli islohotlar amalga oshirilmoqda. Zamonaviy stadionlar va sport maydonlari bunyod etilib, mavjudlari rekonstruksiya qilinyapti. Hududlarda bolalar va o'smirlar futbol maktablari faoliyati kengaymoqda. Futbol tizimida ochiqlik va shaffoflikni ta'minlash, korrupsiyaning oldini olish, halol raqobat muhitini shakllantirish borasida olib borilayotgan ishlar esa ushbu sport turining yanada rivojlanishiga xizmat qilyapti. Yangi O'zbekistonda futbolni bevosita ommaviy sport turi sifatida rivojlantirishga e'tibor qaratishga o'tdik. Bularning hammasini tepasida davlat rahbari turgani alohida e'tirof etilishga loyiq. Chunki birinchi shaxs rahbarlik qilgan joyda, birinchi shaxs o'zi bevosita e'tibor bergan, g'amxo'rlik qilgan joyda ishlar albatta oldinga siljiydi. Xabaringiz bor, Jahon chempionatiga terma jamoamizni kuzatish vaqtida davlatimiz rahbari endi futbolni nafaqat bitta turnir qilib o'tkazamiz, balki mahallalar miqyosida keng rivojlantiramiz, har bitta mahallada futbol maydoni quramiz va mahallalar ligasini tashkil qilamiz dedi. Ana endi qarang, DXX kubogi bitta musobaqa, qolgan yosh toifasidagilar uchun mahalla ligasi tashkil qilinyapti va bu borada biz futbolni yana ham ommaviylashishiga hamda keng tarqalishiga erishamiz. Qor jangida O'zbekiston Vyetnamni mag'lubiyatga uchratib Osiyo chempioni bo'lganida mana ko'ring, biz jaydari yigitlarni to'pladik, korrupsiyani yo'qotishni boshladik, natija o'zini ko'rsatdi. Bundan buyog'iga haqiqatan futbol bizda yana ham rivojlanadi deyilgan edi. Natijalar o'zi uchun o'zi javob berib turibdi-da. 23 yoshlilarimiz yana 2 marta Osiyo chempionati finaliga chiqishdi. 23 yoshlilarimiz Osiyo o'yinlari bronza medali sohibi bo'ldi. 20 yoshlilarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. 17 yoshlilarimiz Osiyo chempioni bo'ldi. Men avvalam ta'kidlaganman, yana bir marta aytaman, biz sharhlovchilar faktlar bilan ishlaymiz. 2012-yili bir marta 16 yoshlilar o'rtasida Osiyo chempioni bo'lganmiz. Boshqa vaqt bronza medalimiz ham yo'q edi. Tasavvur qiling, biz yangi O'zbekiston davrida o'sha 2018-yildan buyog'iga muttasil ravishda O'zbekiston terma jamoasi finalga chiqishiga o'rganib qoldik-da, yarim finalda yutqizib qo'ysa, nima uchun finalga chiqmadi deyapmiz. Vaholanki qit'ada 50 tadan ortiq mamlakat bor. Ularni hammasi ham futbolda o'zini ko'rsatgisi, o'sha finalga chiqisi keladi. Mana shularning hammasi prezidentimiz aytgan gapi amaldagi isbot. Davlatimiz rahbarining futbolni ommalashtirish, yoshlar orasida ushbu sport turiga qiziqishni oshirish hamda professional futbol uchun munosib zaxira tayyorlashga qaratayotgan alohida e'tibori bugun o'z samarasini bermoqda. Ana shunday ezgu maqsadlarga xizmat qilayotgan yirik sport musobaqalaridan biri Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqasidir. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari aynan mana shu yo'lda tashlangan juda katta va salmoqli, zalvorli qadam deb aytgan bo'lardim. Chunki uyushmagan yoshlar deymiz, mahallada 16 dan 30 yoshgacha bo'lgan, nima qilishini bilmay yurganlarni birinchidan sog'lom turmush tarziga oshno qildik. Ikkinchidan bir-biri bilan do'st tutinishiga sababchi bo'ldik. Mahallalar, tumanlar bir-birini tanidi, yangi do'stlar orttirdi va muhimi qayerdadir vaqtini bo'lar bo'lmas ish bilan emas, balki futbol o'ynab o'tkazsa yaxshi bo'lishini o'zi anglab yetdi. Meni nazarimda DXX kubogining birinchi eng zo'r ahamiyati shunda. Ikkinchisi, biz seleksiya haqida juda ko'p gapiramiz. Ko'p yillar mobaynida qishloqlardagi bolalar bor edi, iste'dodlar qolib ketyapti degan fikrni muxlislar u yoqdan ham bu yoqdan ham aytishadi. Ana o'sha o'zini ko'rsatishi mumkin bo'lgan bolalar imkoniyatga ega bo'lishdi. Har bir mahalla o'ynayapti. Har bir tumanning eng zo'r jamoasi viloyat bosqichida qatnashyapti. Viloyatlar o'rtasidagi eng zo'r jamoalar respublika finaliga boryapti. Va tabiiyki professional futbol klubidagi ishlayotgan skautlar, seleksionerlar o'sha bolalar orasidan bittalab endi yulduzchalarni topib olyapti. Avvallari o'sha trenerlar qishloqlarga yetib bora olmasdi. Mana sizga yana bitta ahamiyati. Farg'ona shahridagi teatr va konsert saroyi oldidagi maydonda Davlat xavfsizlik xizmati kubogi 2026 musobaqasining viloyat bosqichi g'olib va sovrindorlarini taqdirlash marosimi bo'lib o'tdi. Unda viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, huquqni muhofaza qiluvchi organlar, boshqarma va tashkilotlar rahbarlari, sportchilar, faol yoshlar, jamoatchilik vakillari hamda futbol muxlislari qatnashdilar. Tadbirda so'z olgan viloyat hokimi Xayrullo Bozorov, mamlakatimizda prezidentimiz rahbarligida sport sohasini, ayniqsa futbolni rivojlantirishga qaratilayotgan yuksak e'tibor va keng ko'lamli islohotlar o'zining amaliy
qoniqarli natijalarini berayotganini ta'kidladi. Futbolda adolat va shaffoflik tamoyillari mustahkam qaror topayotgani, buning yorqin namunasi sifatida Farg'onaning Neftchi jamoasining o'tgan yilgi mamlakat chempionligini qo'lga kiritgani hamda joriy yil o'tkaziladigan Osiyo Chempionlar Ligasi musobaqasida yurtimiz sharafini munosib himoya qilishini alohida e'tirof etdi. Albatta futbol bu millionlar o'yini, millionlar sevgan eng katta bir sport turi desak bo'ladi. Qolaversa bilasizlarmi, futbol xalqni ham birlashtiradigan sport turi sifatida yana jahon chempionatida yana bir marta o'zini isbotini topdi. Ilk marotaba mamlakatimiz terma jamoasi mana jahon chempionati mundialda ishtirok etdi. Juda ham biz uchun faxr, g'urur, mayli ishtirokdagi u yerdagi o'yinlar o'z yo'liga, lekin bilasizlarmi, birinchi marta chiqish, birinchi marta to'p kiritish, O'zbekiston nomini tanitish hech qachon birinchisi oson bo'lmagan. Men ishonch bilan ayta olamanki, mana Ispaniyada, Marokkoda navbatdagi jahon chempionati, unda albatta terma jamoamiz kuchli bo'lib qaytadi, xudo xolasa. Albatta barchasi hurmatli prezidentimizni yaratib bergan imkoniyatlari, sharoitlardan kelib chiqib futbolimiz rivojlanyapti. Mana futbol haqiqiy shaffoflik keldi, adolat keldi, xolislik keldi. Akademiyalar, futbol strukturasi, infratuzilmasi hammasi tubdan takomillashib boryapti. Shuning uchun futbolimiz o'sish bo'lyapti. 24 yillik tanaffusdan keyin Farg'ona sevimli Neftchi jamoasi ham chempionlikka qaytgani bejiz emas. Mana shu futboldagi shaffoflik, erkinlik, adolatli natijasi bugun jamoamiz chempion bo'ldi. Mana bu yil Osiyo elita o'yinlarida viloyatimiz emas, mamlakatimiz sharafini himoya qiladi. Bu yil ham mana chempionatda astoydil harakat qilishyapti. O'ylaymanki, bu albatta boshlanish va oldimizda futbol rivojlantirish bo'yicha juda katta ishlar turibdi. Buni tepasida, buni boshida desak bo'ladi, prezidentimiz davlat xavfsizlik xizmatini biriktirganlari bejiz emas. Bu idorani demak sa'y-harakatlari tufayli futbolimizni rivojlantirish uchun juda ham katta demak qo'llab-quvvatlov, ko'mak, yordam, qolaversin nazorat ham hududlarda mana shu, ayniqsa pastda shu mahalladan boshlab futbolni rivojlantirishga juda ham katta e'tibor va hissalarni alohida e'tirof etish lozim bo'ladi. Va har yili mana shu davlat xavfsizlik xizmatining kubogi ham butun mahalladagi uyushmagan yoshlarimizni, qizlarimiz futboli qo'shildi, futzal qo'shildi. Har yil orziqib kutadigan demak katta bir turnirga aylanib ulgurdi. Yaqinda mana shu maydonda qur'a tashlash marosimi o'tkazgandik. Mana futbolimiz hamma demak saralash bosqichlari, final bosqichlari o'tib, bugun g'oliblar demak aniqlandi va bugun sizlarning ishtirokingizda ushbu demak g'oliblarga bugun mukofotlarni topshirishga ruxsat berasizlar. Eng asosiy kim yutdi? Eng asosiy yoshlarimiz yutdi. Xalqimiz yutdi. Kurashga kirgan yoshlarimiz, futbolga qiziqqan yoshlarimiz, bu futboldan bahra olgan tomoshabinlar xalqimiz yutdi. O'ylaymanki, bu mana shu turnir, shu musobaqa bundan keyin ham xalqimiz eng sevimli turnirlardan biri bo'lib qoladi. Boya gapimga qaytaman, nimaga futbol hammani birlashtiradigan sport turiga aylandi? O'zi millionlar o'ydi, lekin bilasizlarmi, futbol bo'yicha terma jamoamiz jahon chempionati o'yinlarida ishtirokida butun xalqimiz kimdir mahallada, kimdir xonadonida to'planishib, kimdir kafe barlarda, biz mana shu maydonda 10 minglab odam yig'ilishib tomosha qildikki, qanchalik bugun xalqimizni birlashtirishga kuchi, ta'siri kattaligini yana bir bor guvoh bo'ldi. Bundan buyog'iga ham mana shu futbolimiz rivoj topsin, mamlakatimiz taraqqiy etsin, mamlakatimiz futbolda yoshlarimiz ko'proq kelsin futbolga. Dunyoni dog'i ketgan, dunyoni ikkiga bo'lib qo'ygan futbolchilarni bilamiz. Mana shunda dunyolarni bo'lib qo'yadigan mashhur futbolchilarimiz O'zbekistonimizdan, Farg'onadan chiqishiga chin yurakdan tilakdoshmiz. Farg'ona o'zi doim original bo'lgan. Chunki O'zbekiston mustaqillikka erishganda, milliy chempionatimiz o'tkazilish yo'liga qo'yilganda hamma Paxtakor ketma-ket chempion bo'ladi deb kutgan edi. Neftchi 4 karra ketma-ket chempion bo'lgan. Oxirgi yillarda o'sha viloyat rahbari futbolga bevosita o'zi qiziqishi, e'tibor qaratishi, g'amxo'rlik qilishi ta'sirida Neftchi yana yuqoriga ko'tarildi. O'tgan yil chempion bo'ldi. Hozir mamlakat chempionatida yaqqol yetakchi bo'lib turibdi va mana kuni kecha Jizzaxda avval to'p o'tkazib yuborib, keyin 5 ta gol urdi. Menimcha Farg'onada bu quvonch yoshlari, ko'z yoshlari tabiatda va bunaqa issiqdan keyin yoz yomg'iri hammaga yoqadi. Muhimi biz doim bayramlarda, xursandchilikda uchrashishimizni
yaratgan o'zi nasib qilsin. Aytish mumkinki, bu yil 5-marta tashkil etilgan Davlat xavfsizlik xizmati kubogi musobaqalari yoshlar o'rtasidagi eng ommaviy va nufuzli sport tadbirlaridan biriga aylandi. Aprel-iyun oylarida o'tkazilgan quyi bosqichlarda viloyatning 1017 ta mahallasida istiqomat qiluvchi 16-30 yoshli qariyb 100 ming nafar yigit-qizlar qatnashdilar. Biz Qorasoy mahalla fuqarolar yig'ini o'zimizning Yazon tumanimizda birinchi o'rinni egallab, viloyat bosqichiga tashrif buyurdik. Viloyat bosqichida ba'zi kamchiliklarimiz tufayli, o'zimizga bo'lgan ishonchni sal kamroqligi tufayli bu yil 3-o'rinni egalladik, lekin bundan aslo xafa emasmiz. Biz keyingi yil undan-da yaxshiroq natijalarga erishishimizga ishonamiz. Muhimi biz bu musobaqada o'zimizga ko'plab do'stlar orttirdik, tajriba oshirdik. Atrofdagi o'sha musobaqalar boshqa kengroq tarzda tumandan chiqqan holda ham qanaqa bo'lishini o'zimizga bildik. Bu uchun davlat rahbarimizga kattakon minnatdorchiligimizni bildiramiz. Bizga yaratilayotgan qizlarga yaratilayotgan sharoit, bizga berilayotgan imkoniyat boshqa davlatlarda bo'lmasa kerak deb o'ylayman. Biz bundan juda ham xursandmiz. O'yna, o'yna, chayirmeni ataman. Ağlaman deseng 1 milyona sataman. Oyna oyna çayırmeni ataman. Zor oynasang ağzarlaka sataman. Tantanali taqdirlash marosimi bayramonda konsert dasturi bilan davom etdi. San'atkorlarning chiqishlari, kuy-qo'shiqlar tadbirga o'zgacha ruh bag'ishladi. Yakuniy natijalarga ko'ra futbol bahslarida 3-o'rin Uchko'prik tumanining Polaxon mahalla fuqarolar yig'ini jamoasiga nasib qildi. 2-o'rinni Marg'ilon shahrining Baxri mahalla fuqarolar yig'ini vakillari qo'lga kiritdilar. Musobaqaning mutlaq g'olibi esa Farg'ona shahrining Yangiyo'l mahalla fuqarolar yig'ini futbolchilari bo'ldi. Qadrli do'stlar, eng kulminatsion lahza Davlat xavfsizlik xizmati kubogi Farg'ona viloyat bosqichi g'olibi Yangiyo'l jamoasiga topshirilyapti. Farg'ona g'alaba muborak bo'lsin. Yangiyo'l jamoasi ofarin. Muborakbod etamiz. Taassurotlar zo'r. Jamoamiz bilan mana viloyatda ham birinchi o'rinni olib, respublikaga yo'llanma oldik. O'tgan yil ham birinchi o'rinni olib respublikaga borganmiz. Xudo xolasa bu yil yaxshi natija qilib o'rin olib kelamiz. Xudo xolasa Farg'onaga kubok topib kelamiz. Jamoada ichki muhit juda ham a'lo. Bu musobaqalar davlatimiz rahbarining tashabbuslari bilan bo'lyapti. Biz juda ham xursandmiz va bundan biz emotsiya olamiz va davlatimiz rahbari bizga ishonyapti yoshlarga. Biz buni Xudo xohlasa oqlaymiz va jahon arenalariga chiqsak, u yerda ham vatanimiz sha'nini himoya qilib qaytamiz Xudo xohlasa. Davlatimiz rahbariga shunday sharoitlarni yaratib berayotgani uchun barcha yoshlar nomidan rahmat aytamiz. Mini futbol bo'yicha yigitlar o'rtasidagi bellashuvlarda 3-o'rin Dang'ara tumanining Teleming mahalla fuqarolar yig'ini jamoasiga nasib etdi. 2-o'rinni Farg'ona tumanining Sharq haqiqati mahalla fuqarolar yig'ini vakillari egalladi. 1-o'rinni esa Uchko'prik tumanining Hasanqora mahalla fuqarolar yig'ini jamoasi qo'lga kiritdi. Davlat xavfsizlik xizmati kubogi mini futbol bo'yicha Farg'ona viloyat bosqichi g'oliblari Qani tayyormisizlar? Hasanqora 3, 2, 1. Tabriklayman. Juda ham biz xursandmiz. Biz bunaqangi darajada tadbir bo'lishini kutmagandik. Biz yoshlarga qaratilgan e'tibor uchun muhtaram prezidentimizga rahmat aytamiz. Biz respublika bosqichida viloyat tuman sharafini munosib himoya qilishga va amalda ko'rsatishga va'da beramiz. Kayfiyatlarimiz juda a'lo. Biz kutganimizdan-da a'lo darajada keldik. Taqdirlash marosimi bunaqangi katta gala konsert ko'rinishida bo'lishini kutmagandik. Biz bu yergacha oson kelib bo'lmadik. Katta mehnat va shijoat bilan keldik. Buning uchun komanda a'zolariga, komanda ichki muhitiga hammaga rahmat aytamiz. Alohida viloyat hokimligi, Uchko'prik tuman hokimligi, Yoshlar ishlar agentligi hamda sport boshqarmasiga rahmat aytamiz. Uchko'prik tumani viloyat bosqichi g'oliblikni qo'lga kiritdi deganda o'zimiz kutmagan darajada kayfiyat bo'ldi, his-hayajon bo'ldi. Buning ortida qattiq mehnat bor. Jamoa a'zolariga rahmat aytamiz. Bularning barchasi uchun biz yoshlarga e'tibor qaratilayotganligi uchun davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Mini futbol bo'yicha qizlar o'rtasidagi musobaqalarda respublika bosqichi yo'llanmasini Farg'ona shahrining Ipak yo'li mahalla fuqarolar yig'ini vakillari qo'lga kiritdilar. Barcha g'olib va sovrindor jamoalar kubok, diplom medal hamda esdalik sovg'alar bilan taqdirlandilar. Har bir uchrashuvda bor imkoniyatini ishga solgan jamoalar o'z mehnatlarining munosib e'tirofiga sazovor bo'ldilar. G'olib sportchilar erishilgan natijalar ortida murabbiylarning ishonchi, jamoaviy birdamlik va muntazam mashg'ulotlar turganligini aytdilar.
qanaqa hayajonlarsiz o'zimizga bo'lgan ishonchni ko'proq qilib yirik 6-0, 7-0, 8-0 qilib hammani yutib tashladik. Hech qanaqa qo'rquv ham bo'lmadi. O'ylaganimizdan ko'ra yengilroq bo'ldi. Kayfiyatlar juda zo'r, chunki boshqa jamoalarga qaraganda o'zimizni kuchli his qildik. Boshqa jamoalarga qaraganda o'zimizni motivatsiyamizni oshirdik. Atrofdan juda ham qo'llab-quvvatlashlar ko'p bo'ldi. Mehnat bo'lsa, sabr bo'lsa, intilish bo'lsa, doim g'alaba bo'ladi. Biz davlatimiz rahbariga o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Viloyat bosqichida g'oliblikni qo'lga kiritgan jamoalar endi respublika bosqichida ham munosib ishtirok etadilar. Farg'ona viloyati sharafini yuqori saviyada himoya qilish uchun bor kuch va mahoratlarini amalda ko'rsatishadi. Eslatib o'tamiz, Davlat xavfsizlik xizmati kubogining respublika bosqichi 16-22 avgust kunlari o'tkaziladi.